Ha, mana pasportni ham olding. Endi nomingga kredit olsak, ishlarimiz 5 o'tib ketadi. Ha, yana to'kda baliq tutgan ketyapsanmi? Ha, sapni buzma, qo'ydi qo'ltig'i. Qachongacha bundan tentirab yurmasdan, undan ko'ra menga o'sha bir tayinlashga kirib, bir jentro olib, barshinadan qo'yib yursak bo'lmaydimi? Qara, jahon standartlariga javob beradi. Yamalarni ko'rdim nimasidan o'tib ketadi. Bu eshaging qayergacha boradi? Davay, yo'lingda qolma. Ketdik. Shepil, siz bilan mana shu yerda to'kda baliq tutamiz. Bu letni o'chirib qo'yaylik, birov kelib qolmasin. Qani, dvijo ishlayaptimi-ki? To'xta! 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 O divijoyda ovozga qo'rqib ketdi. Makapaga kirib ketdimi? Yoshlik beboshlik uchun. Akalar, mingmon uzr, kaypinglar bo'ldim. Mana shu yerdan bironta eshak o'tmadimi? Aka, eshagingizni bilmadi bu, lekin farasi o'chiq mototsikl nashaqa qarab o'tib ketdi-da. Ha, ashi meni eshagim. Pasport olgandan keyin o'zidan ketib qoldi-da, qo'y yag'i.